Alo. Alo. Ha. Assalomu alaykum. Mening yuzlari oydek, qoshlari yoydek, hammaga birdek mehribon bo'lmish Muharram opajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, shunday atal. Opajonim, sog'liklaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, qizim, kim bu? Opajonim, avvalambor ro'zai Ramazon oyi juma ayyomingiz bilan muborakbod etamiz. Qolaversa, qadamlar ila kirib kelgan fasllar malikasi, bahorning yangilanish va yasharish, ezgulik va mehr oqibat ayyomi bo'lmish Navro'z olam bilan samimiy muborakbod etaman. Bahorning tabarruk ayyomi sizga, oilangizga baxt omad olib kelsin deya biz ayni damlarda ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan tug'ilgan kun tabriklar loyihasi jonli qo'ng'iroq sayfasi orqali siz bilan bog'lanib turibmiz opajonim. Rahmat, baraka toping. Jannat darvozasi ochildi bu kun. Osmondan farishta yog'ildi bu kun. Sizni Xudo panohida asrasin. Muchal yoshingiz muborak bo'lsin opajonim. Rahmat. Opajonim, bizning loyihamizga sizdek mehribon onajonimizni bugungi kun qirolichamizni muchal yoshingiz bilan qutlash uchun yaqinlaringiz, do'stlaringiz u mehribonlaringiz samimiy dilnomalar yo'llab qolibdilar. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu samimiy dilnomalar qay bir mehriboningiz tomonidan yo'llangan bo'lishi mumkin? Endi bularni hammasi mehribon bo'lsa. Bitta qizim marhabo yoki barsin kelinim. Opajonim, albatta barcha yaqinlaringiz nomidan murojaat qilibdilar. Mehribon farzandingiz Namoz aka, keliningiz Barchinoy, nevaralaringiz Gulchiroy, Gulshod, Nurjahon va evarangiz Solihaxon nomlaridan kelgan ekan. Rahmat. Agar ijozat bersangiz 5 daqiqaginaga vaqtingizni olib, sizga yaqinlaringiz nomidan kelgan samimiy tilaklarni o'qib eshittirsam. Xo'p. Marhamat. Qadam qo'ydim ostonasi tilla uyga. Yangajonlar yor aytdi solib qo'yga. Har insonni yetkazsinay shunday to'yga. Qaynonasi bor uylarning fayzi bo'lay. Qancha kelin orzulari sarob o'tgan. Qaynonasiz balki holi xarob o'tgan. Qizim deya peshonamdan kelib o'pgan. Oyjonim, siz bor uyning fayzi bo'lay. Yarashadi boshingizga xari ro'mol. Qizim deysiz yoqar xuddi asal u bol. Rayhonlarni hidlab qo'ying kirib viqor. Oyjonim, siz bor uyning fayzi bo'lay. Xizmatingiz qilib yuray duo qiling. Sizga uzoq umr tilay yuzga kiring. O'g'lingizga mehrim beray rozi bo'ling. Oyjonim, siz bor uyning fayzi bo'lay. Assalomu alaykum mehribonim, o'zimning onamdek beg'borim. Qirolicha oyijonim, sizni bugungi muchal yoshingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Men uchun shu paytgacha ham ona, ham qaynona o'rnini bosib kelganingiz uchun rahmat. Bundan keyin ham bir umr onalik mehri va taftini sizdan olaman. O'tib ketgan qaynotamni ham joylari jannatda bo'lsin ilohim. Qaynotamni umrlarini ham sizga qo'shib bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rib, nabiralaringiz u abiralaringizni to'yida bosh bo'lib yurish ham sizga nasib etsin. Biz farzandlaringiz sizni hojilik baxtiga muyassar qilaylik deya mana shunday samimiy tilaklarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Rahmat qizim, baraka toping. Sizni ham tanijoningiz sog' bo'lsin, Xudo uzoq umr bersin. Menga o'sgan muchal yoshini ko'proqni ko'ring. Shu kelinim ham
Rahmat qizim. Rahmat onajonim, mana shunday yaqinlaringiz bor ekan. Iloyim, niyatlaringiz, tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Oilangizda Navro'z akani va nevaralaringiz Charoz, Sardor hamda Mahliyoxonlarning ham muchal yoshlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Bu muchal yoshlarni yanada birga o'tkazish barchangizga nasib etsin. Rahmat qizim. Bu garanglab o'tirgan ovozingiz, bulbulday sayrab o'tirgan tiningiz bundan ham yaxshi sayrasin qizim. Ko'plarni ko'nglini olib yurish sizga har doim nasib qilsin. Sizga o'xshagan to'ta bibilis nasib qilsin qizim. Rahmat onajonim. Mana shunday yaqinlaringiz ardog'ida bo'lib yuring. Bundan ham ko'p nabira-yu abira chevaralar ko'rib, yonlaringizda girdiga palak bo'lib, boshingizni og'ritib yursin. Qizim iloyim. Sog' Kelinimga umr bersin. Ana joni sog' bersin. Bachalariga bosh bersin. Rahmat jonim qizim. Rahmat. Bizlarga Navro'zlar muborak bo'lsin. Jonim Rahmat. qizlarim baraka topinglar iloyim. Bize kelinim baxtli taxtli bersin. Rahmat. Yo'g'lim bilan chaqarsan qizim. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling qizim. Bayramlarni yaxshi o'tkazib oling. Rahmat qizim. Yaxshi tilaklaringiz uchun hammasi uchun baraka toping iloyim. Ko'pni ko'nglim topib yuribsiz. Bundan keyin ham iloyim shunday bo'lib yuring. Jonim qizim gulday ochilib, shu bag'orlarni guliday ajoyib hid taratib yuradigan bir ajoyib qiz bo'ling iloyim. Farzandlaringiz bor bo'lsa iloyim sizdan baxtli taxtlik bilan qizim huzurini ko'ring. Baxt tilayman jonim qizim, baxtli bo'ling iloyim. Rahmat duolaringiz uchun. Asal qizim baraka toping mayli. Rahmat. Rahmat oyijonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bunaqa ko'z yoshlarni har doim oqizib yuring xursandchilikdan.